eng arzon vodiy kanalida Leapmotor C16 ni toza elektrdan qidirib yurganlarga mashina 2024-yil 16000 km masofani bosib o'tgan. Qora rangda, kraskalar top-toza, oranjiy salon, balonlar zo'r turibdi, 360 NFC'lar bor, 5 inch do'stlar, mana shu ruchkalarni ham o'zlari qo'ydirgan ekanlar. Hangi ruxsatnomalari ham bor ekan. Salonlarning holati mana chiroyli turibdi, yaxshi nakit keladi, chap qo'yganlar. 16000 km yuribdi, monitorlari, orqa monitorlari, panorama, lyuk, 7 o'rindiqli oilaviy elektr mashina xohlaganlar uchun. Buni elektrning ishqibozlari ko'p, nimagadir gibrididan ko'ra elektrning ishqibozlari ko'p. 520 km zapas xod ko'rsatgan, hozirgi kunda shu havoda 450 km indamasdan yuradi deyaptilar. Mana toza elektrdan qidirib yurganlarga zo'r variant, narxi ham zo'r bo'ldi. Xo'p, mashina labo'ylariga chumma tosh tegan joylari yo'q, kapotlarda ham tosh uchirgan joylari yo'q, chiroyli holatda turibdi. Bitta polirovka qilsalar yana ham ochiladi. 3-pozitsiyasi liderligi bo'ladi bu. $27300 ga berib yuboriladi. 2024 16000 yurgan mashina.